Mana men hozir Koreyani eski tuski sotiladigan bozorga keldim. Dongmyo stansiyasida. Dongmyo station. Bilasizmi atrofga qaranglar. Odam ko'p. Bu yerda asosan Koreyani eski narsalar sotiladi. Ya'ni ikkinchi qo'lam deydi-yu bizda. Ikkinchi qo'lam, uchinchi qo'lam desam. Xullas bu yer qish paytga zo'r. Mana kiyim olgani yoki bu narsa ozroq kiyim qilasiz, kurtkalar Koreyada qish kunda ancha qimmat. Shunga shu yerdan olsa bo'ladi va posudalar bor, har narsalar topsalar ham bo'ladi. Men bugun просто bir aylanib keldim. Odam ko'p. Vintaj narsalar ham topsa bo'ladi bu yerda aytmoqchi. Keyin bu yerda qimmat narsalar bo'ladi mana. Prada, yana nima deydi? Dior shunaqa narsalarni, sumkalarni topsalar ham bo'ladi. Bu noyob, kamdan-kam lekin topsa bo'ladi bu yerda. Qidirib topib, ana qilsa bo'ladi. Ya'ni qimmat narsa topasiz bo'lasiz. Ba'zi yerlarda ham yangi narsalar ochilgan. Ya'ni yangi kiyimlar ham bo'ladi bu yerda. Hatto bozorda ham ancha arzon. Koreya misan Koreya. Qaranglar, 10,000 won. Shular kupangda, ya'ni bizda uzun degan market bor, shular kupang, Koreyalik kupang bo'ladi. Ular kupangda 39,000 won, 40,000 won, 9,000 won shunaqada. Mana ancha arzon. Ancha arzon. Mana Selin. Selinni men anaqasini ko'ruvdim, kepkasini. 100,000 tepasini ko'rsatdim, hadi 30,000 ga sotyapti. This kind of cheap here. Men har yilda bir 2 marta, 3 marta kelaman. Usta ko'rgani, yangi yaxshi narsa bo'lsa, olaman o'zimga. Yana nimalar bor ekan? Men kiyimlarim bor uje yozga olib qo'ydim. Men hech narsa olishim shart emas. Просто nimadir uchrab qolar balki. Bu yer ancha chet ellar orasida mashhur joy. Xuddi o'zimiz o'zbek bozorlariga o'xshaydi. Makropuslar qaranglar, 5,000 wonga. Ancha arzon, ha? Kaç kilo 2,000 dan ekan. Xullas, Koreyani eski vibe'ini asmoqchi bo'lsangiz, shu yerga kelsangiz mazza qilib ketasiz. Krossovkalar. Yaşasın 10,000, 20,000 won bo'ladi shular. Bu ikkinchi qo'l bo'lishi kerak. Men buni anaqasidan oldim, yap yangi, orange'dan. Bularni ko'rsatuvdim shekillarda esasan. So, no. Last bo'ldi. Menga hech narsa yoqmadi. I don't know why. Bu yerga blok jo'rda tugadi. Endi qaytib ketamiz. Xullas, Koreyada kimyan kiygan bo'lsa, mana shu yerga kelishni tavsiya beraman. Chunki bu yerda kiyimlar arzonroq va hamyam bor.
gap bilan shuni ayta olaman. Va yangilarni topsa bo'ladi.